Biz bu tizimlash raylarini o'rinlashtirib oldik. Undan keyin men buningki izdashninki asos programmasininki shaklini bekitay. Davga vaqtida men bu shakllarni bu shakl shakllarning hammasini bir ko'rib o'tay. Shundan boshlabgan o'sha yergacha Ctrl G ko'rib o'tgan oyoq buni yushirib qo'ydim. Undan keyin bularni bir ko'rib qilib o'tay. Ctrl G olsun. Ondan keyin bunimi yoshirib o'tay. Bu 3 tal qavatni tanlab bir nusxa ko'chirdim. Ko'chirgandan keyin mush ko'chirgandan o'zim ko'riplab bunimi yoshirib qo'yay. Yoshirib qo'ygandan keyin navbatga bu 3 tal qavatni surpiray. Bega qilib surdim. Ondan keyin mushu oq qavatni tanlab knopka taqsidan Ctrl T ni bosib buni biroz so'zib ma'no bilan tanglashtiray. Tanglashtirganning yoqi jazmlashtirdim. Shakl bu holatga keldi. Kelgandan keyin men mushu oq qavatni bir nusxa ko'paytiraman. Ctrl G bilan bir nusxa qavatning o'zini ko'paytirdim. Ctrl T bilan buni biroz kichikiltay. Shakl o'zgarishi oldiga kelgandan yoq. Ichiga to'ldirilgan rangni susroq rangga o'tkazib beray. Bu xil rang oldiga kelsin. Bu mush knopka besilgan vaqtida avtomatik ichiladigan, ondan tekstni kirgizib izlaydigan mush holatni qilmoqchi. Demak, mushu o'ringa tekst kirgizimiz, men kirgizgan tekstni bu yerga yozib beray. Yozgan vaqtda tekstning o'zini oq ranglik yoki qora ranglik, sus qora ranglik qilib bekitayli. Uyg'urcha holatda olqiliq so'zni kirgizing deyli. Jazmlashtirdim. Bu xatni o'tkazdim men yerga. Ondan keyin tekstning o'zini yon holatga belgilab qo'yay. Xatningki rangini susroq qilib bekitay. Bak qiyna qo'yib kessim yaxshi chiqmaydi. Susroq bo'lsin. Jazmlashtirdim. Ondan bu ostidagi taglikni Ctrl G bilan bir nusxa ko'paytdim, pastga serpiray. Buningmi ichiga to'ldirilgan rangni biroz qiyinroq qilay. O'zgaradigan shakli mushkul shaklda bo'lsin. Mavi tanlangan shaklni bir nusxa ko'paytay, knopka taqsi Ctrl G bilan pastga serdim buni. O'tirda mushkulalet turaversin. Ya'ni bu demakchi, mouseni bosgan vaqtimizda mushkul shaklga o'zgardi, mouseni bosmagan vaqtimizda bu holat turdi. Odat turgan vaqtida bu xil shaklda turdi. Mouseni qilib bossaq, mayag serilib chiqadi. Halqil so'zni kirgizing deydi, so'zni bosamiz. Knopka taqsidan enterni bossak, izlash natijasini chiqarib beradi. Bu vaqtida shakl ma'noga o'zgardi degandek. Mushkul shakllarni bekitib qo'yamiz.